Assalomu alaykum, hurmatli Andra FM mahsuloti iste'molchilari hamda Instagram kuzatuvchilarimiz. Mana bizdan juda ham ko'p marotaba so'radinglar, mahsulotning effekti bo'ladimi? Qanchadan keyin ta'sir o'tkazadi, rostdan ham foydasi bormi deb. Bugun sizlarga jonli o'tsiz sifatida Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahriga Abdulvosit akamlarning oldiga kelganmiz. Abdulvosit aka, assalomu alaykum yana bir bora. Abdulvosit aka, necha yildan buyon farzandsizlik bilan qiynalib kelayotgandingiz? 8 yildan beri. 8 yildan beri. Bizning mahsulotlarni necha oy yoki bo'lsam qancha muddat iste'mol qildingiz? Xudo xolasa 3-nimasidan 3 oylikdan bitiryapmiz-da. Mashalloh. Demak, birinchi kursni уже tugatib qo'yibsiz mahsulotlarni. Qanaqa effektlar oldingiz? Biz effektni o'sha 15 kunlarda effektni o'zimiz ayolim ikkalamizda sezdik. Xudo xolasa. Bir oyda o'sha 3-oyda biz ichdik. Xudo xolasa yaxshi bardiki. Inshaalloh. Inshaalloh bundan ham go'zal natijalarga erishishingizda tilakdoshmiz. Bizga Abdulvosit akamlar aloqaga chiqib, effektlar haqida, natijalari haqida gapirishgandi. Biz xursandchiliklariga sherik bo'lish maqsadida keldik. Ataylab O'zbekistonda mana shu Bishkek shahriga inshaalloh boshqa mana shu mahsulotimizni iste'mol qilayotgan patsient mijozlarimizda ham xuddi mana shu Abdulvosit akamlardagi zo'r natijalar, kerak bo'lsa bundan ham yuqori natijalarga erishishliklarida tilakdoshmiz. Bizni mutaxassislarimiz, vrach shifokorlarimiz mana shuning uchun bellarini mahkam bog'lab, kamarbasta bo'lib xizmat qilishyapti. Abdulvosit aka, inshaalloh siz ham uyingizda farzand kulgulari, chaqaloq yig'ilari yangrashini tilakdoshimiz aka. Inshaalloh. Abdulvosit aka, bizga birinchi murojaat qilgan paytingizda analiz natijalaringizni ko'rgandik. Analiz natijalaringiz juda ham salbiy chiqqandi. Mana 3 oy mobaynida Andra FM mahsulotlarini iste'mol qildingiz. Effektlar yaxshi bo'ldi deyapsiz. Yana qayta analiz topshirgan bo'lsangiz kerak inshaalloh. Qanaqa natijalar bo'ldi? Analiz topshirganimizda bizga doktorlardan qog'oz berishdi. 65-70% ga o'zgarib farzandli bo'lishga. Demak, farzandli bo'lish ehtimoli 60-70% gacha ko'tarildi 3 oy mobaynida. Inshaalloh ko'z tegmasin aka. Sizlarga ham cho'ng rahmat. Sizlar orqali shu mahsulotni olib biz ayolim ikkalamiz ichib yurdik. Ayolim ham xudo xolasa xursand, men o'zim ham xursand, ota-onam ham xursand. Mahsulot toza ekan, bizga yoqdi. Biz xursandchilikni sizlar bilan bo'lishaylik deb sizlarga chalib, sizlarni kichkina dostaxonamizga taklif qildik. Rahmat aka, ko'ptagan. Aka, bizda boya aytganimdek juda ham ko'plab patsientlarimiz, mijozlarimiz ishonqirashmaydida boshida. Baribir sinalmagan otni sirtidan o'tmaydigan gaplar ham bor-ku. Shuni hisobiga ham qarang. Hozir mana shu bizni kuzatib turgan patsientlarimiz yoki iste'mol qilayotgan patsientlarimiz, Instagram kuzatuvchilarimizdan tashqari butun ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilarimizga mana xolisona fikringizni aytsangiz, aka, olib ichsa, bemalol ishonishsa bo'ladimi Andra FM mahsulotlari hamda jamoasiga? Xudo xolasa olib ichsa yordam beradi. Ular bergan vaqt bilan ichib yurishni tavsiya qilaman. Bizga yoqdi, xudo xolasa bizga yordam berdi. Sizlarga ham shuni ichishni maslahat beraman. Sizlarga cho'ng rahmat. Sizga ham katta rahmat. Mana o'zinglar jonli real o'tsifni eshitdinglar, ko'rdinglar. Biz Andra FM jamoasi hech qachon shifoni da'vo qilib chiqmaganmiz. Biz hamisha sababchi bo'lishga intilganmiz. Shifo avvalo Allohdan. Biz shunchaki sizlarga go'zal sababini qilib beramiz. Shuning uchun davoni, shifoni mahsulotdan emas, sababini izlang. Sababni har doim mahsulotdan izlang. Inshaalloh Alloh shunga yarasha shifosini beradi.